Gelip bana alov berip, ortak yo'qon eshagim bana oxonaya qarangini ko'rsatib olgan. İnson işi. Qarang eshak qo'yib pishgan ana. Xudodan topdi, eshakdan ko'rsin. Nima hayvon, nima gunohi bor buni? Mana qaranglar bunga oxonaya yerlari yonib tirishib, bular janovar bo'lib qolaniga qarang, eshak oxonaya qarang buni. İnson ishimi shu, inson ishimi? Zekash yapasida bezalar bir qamusha tozalanan eshagi hiç bo'lmasa alovdan oldin olib bir joyga qo'yish mumkin. İnson ishimi qarang, inson ishimi shu? Xudoyim shu hayvondan ham battar bo'lsin, Xudo jonim bersin. İnsanlarni keladi buni oxonaya qarang, bir oxonaya qarang. Qolsak qo'ygan shera tozalagan pastga Kimdi u qayerda bo'lsa o'zidan bilib kelsin. Men yaxshi yomon bo'lib xeyli joylarga chiqib bir-birimizni bulg'amasdan kelsin mana. Eshak oxolni ko'rsin mana, tanibadan mana qo'yib mana joy pishib mana kallalar tishlovchil mana tirishib qolgan. İnson ishimi shu? Ongi bor inson boyatda yashaydigan odam, farzand boqadigan, oq suti onani emgan ota-onadan bo'lgan inson ishimi shu? Aytinglar, qani inson ishimi shu? Ey o'ying qo'ysin ahmoq.